ovozini eshitdinglar. Kechki payt shundoq xonamiz oldida mana shunaqa ovozlar. Bitta o'zimman qo'rqmayapman desam. Kinolarda shunaqa paytlarda bir nima vav qilib chiqib kelardi. Hozir o'sha xayolimdan o'tdi. Zooparkmi bu deb so'raganlar ham bor ekan. Yo'q, bu zoopark emas. Bu shunaqa mehmonxona, shunaqa joyga qurilgan. Aynan shu hayvonlar yashaydigan joyda. Hayvonlarga odamlar zarar yetkazmaydi. Shuning uchun ular ham bemalol o'zining uyida yuribdi. Odamlar ham shu yerda yashaydi. Ularni nima deydi, tirikchiligi deymizmi? Biznes shunda. Shahina, nadaranglarni otlarga bormoqchiman. Borasanmi? Ha, boraman. Isuchi? Isu. O'zi keta oladimi, so'rachi? Unda mashina chaqiringlar. Mana. Bizda hozir hamma chamadonlarni tayyorlash bilan bora. Bizning chamadonimiz tayyor. Shuning uchun kechki payt yuribmiz. Sayr qilib. Bizning yigitlarimiz ham chamadon tayyorlashyotdi. Bir borib xabar olib keldik demoqchiman. Ko'rib nima qanaqa. Qo'rqmaskanmi? Hamma yo'tinch. Hammasi zo'r.